Muhabbet namı bilen ölümge pisand qilmay, izzati bilan yashash. Ölüm bedeliga keyingi avlodni yetishtirish mening qarshi turishga amalsiz qolgan burchim. Badanim sesishga boshlagan bo'lsa-mu, lekin uzil kesil chirgan go'shtga aylanib ketishdan burun men yanada butun kuchim bilan tug'ilgan joyimga qaytishim kerak. Qon va go'sht bilan eng oxirgi qaytish yo'lini echish, tabiat menga bergan oxirgi buyruq, shundaqla genimga yozilgan o'lim taqdiri. Keçip qutlanmayman, hem vaz keçelmeyman. Men salmon beliqi deb atlıman. Mening hayotim bu suzuk daryodan boshlangan. Daryo qinidagi qumshig'illar mening o'sib yetilishimning bo'shki. O chaqda men texi bir kichik tuxum to'ralmisi edim. Suv iqini mening tuxum shakilimni sepab o'tatdi. Xuddi onamning muloyim qo'llariga o'xshash. Meni uyqudan uyg'otdi. Tuxum shakili yerilgan ojiz nurda men bu dunyoni tunji qitim ko'rdim. Dastlabda mening dunyorim tavrinib turadi. Lekin men eng oxirgi bo'yinturuqdan butun kuchim bilan qutulib chiqqanda, ko'z oldimdagi manzara birdilla yorib ketdi. Bu yerda eriqlarda suzuk zumrat sular shildirlab yiqyotdi. Tash yo'chiqlarda xuddi ushshaq quyosh suvga tushgandek go'zal nur deg'i uzib yuradi. Qaramtul yeshil ranglik suv o'simliklari suvda xuddi suvdagi usulchiga o'xshash irg'anlab, menga o'xshash kichik kumushdek nur chaqnab turadigan sansizligan hamrohlarim tash yo'chiqlardagi suv o'simliklari orasida u yoqdan bu yoqqa o'tishib qo'g'lashadi. Men quyruq baloqchimni yenik bulang'itib uningga qo'shildim. Ular bilan birga uzib o'sib yetildim. Mening echinishli hayotimga nisbatan bu balliq chog'larim mening cho'nqur aslimamga ko'milgan tinishillarim edi. Xuddi sizlarning balliq chog'laringlarga o'xshash. 3-yili atiyozlik kelkun qaraldi yetib keldi. Suv iqimi yangi hayotlik hayojonini elib tez suratda davolg'ishga boshladi. Men tumanlagan akafka, achasinglar bilan birlashib kelkun hosil qilib, ixtiyorsiz holda noma'lum to'van iqinga qarab mangdim. İki qirg'oqdagi o'rmon va tik yorlar tez suratda kayniga chekindi. Yurtimizning doirasi kaynimizda susashdi. Biz suv iqimining yetakchiligida tonish yurtimizdan ayrilib dengizga qarab atlandik. Bepoyon tinch okean bizning ko'chman chorvachilik maydonimiz bo'lib qoldi. Bu yerda biz rak qo'g'lab kushandilarimizdan o'zimizni qochirib qorshab, ovlash va qichish o'yinlari kundan kunga takrorlanib turadi. Bara-bara biz nozukligimizni tashlab, kumush ranglik savutni kiyib, muzdek dengiz suyida kuch to'plab, cheksiz uzish jarayonida paylarimizni chiniqtirdik. 4 yil vaqtda men alqanchilik go'dak beliqdan muskullari chin quramiga yetgan salma beliqqa aylandim. Dengiz okean menga sog'lom badan ato qildi. Lekin mening badanimga asta-asta taqobil turg'ili bo'lmaydigan bir buyruq tushirdi. Kech kuzidagi sovuq iqlim yana bir qitim dengiz suyiga singib kirganda, yurt qaytishning izi birdilla uyg'ondi. To'rt atrofga nazar soldim. Minglagan o'nminglagan hamrohlarimning ko'zlaridimi o'xshash yalqunjigan edi. U bir xil mardona ham qayg'uliq sagaklik, bir xil chang-to'zandan qutilgan qat'iylik edi. Oldi tarafimizda shiddatli iqin sharqiratmasi, kasallik qurti eyiq tapini egiz ko'targan bo'lsa-mu, biz azaldan ikkilinib baqmadik. Bu bizning hech nimadan qo'rqmaganligimizdan emas, balki burchimiz yashashdan muhim. 500 million tal salma beliq birli vaqtda yo'nalishni o'zgartib, necha ming chaqirim yiroqlikdagi yurtiga qarab oqadi. Her bir tamchi tuzluq suv ilgari bizning 4 yillik uzishimiz va o'sib yetilishimizni ko'tarib turgan bo'lsa-mu, bugungi kunda bizning qarorimizni to'sib qololmadi. Dengiz okeandagi musofir bo'lish sifatimiz bilan biz tabiat dunyosidagi eng sirliq yo'l boshlash iqtidoriga ega. Hech qanday asbobning yordamiga muhtoj bo'lmayla 180 million kvadrat kilometr keladigan dengizda uyga qaytish yo'lini to'g'ri topa olamiz. Bizga nisbatan aytganda kishilik hayotda eng qiyin bo'lgani qaytish yo'lini tepish emas, balki siz bu yo'lning oxirining chirish, yo'qolish ekanligini bilib turibmi? Yanıla ahirgacha mengishni xohlaysiz, mana bu eng qiyin tanlash. Iqinga qarshi ilgirlash cho'qim qon bilan go'shtni qurbon qiladigan bir maydon uzun safar bo'lib hisoblandi. Butunlay o'xshamaydigan yashash muhitiga moslashish uchun biz tatliq suvga kirgan shu daqiqadan boshlab tomoq yemay, butunlay badanimizda saqlangan energiyaga tayinib, necha ming kilometr uzunlikdagi bu safarni tamomlaymiz. Daryo qirg'iqi eg'izidagi tez sahil bizni kutib oladigan birinchi qiyin o'tgan. O'tkir xoda tashlar qo'rsoq qismimizning terisini tilib etgan, oshko'z chayqa qon to'lgan ko'zlarimizni cho'qib yeyotgan. Sansizlagan hamrohlarimiz bu yerda qurbon bo'lgan. Tez sahildagi patqoq va qonliq qaytish yo'lidagi nazir chiroq munbirdagi tunji o'chim to'pa, tunji tomchi qondan boshqa narsa emas. Oldi tarafdagi daryoning gurkirgan ovozi bilinar-bilinmas anglanib turadi. Bu texmi dahshatli sinoqning chaqirqi edi. Tush farqi necha metr keladigan sharqiratma boturlarni sinaydigan hayotlik ko'rki edi. Faqat eng qovul, eng botur jangchilarla hayotlik yo'lini ocha oladi. Yiqilish yana sakrash, har qitimliq quruq bulang'itish, taqdirga urilish. Har qitimliq ta'tir iqim o'z burchini ado qilish yo'lida qurbon bo'lishdir. Hayotini do'g'i tikib sakrash va so'qilish jarayonida sonsizlagan hamrohlar holsizlanish yoki tashqi urilish sababidan o'lib ketdi.
Har bir hamroyimizning tushib ketishi qalbimizga g'oyat zo'r ko'langi tushirib, bizga bu qaytish yo'lidagi har bir qadam hayotlikning oxirgi nuqtasi bo'lishi mumkinligini eskartdi. Ammo atrofimizga nazar solsak hech qanday beliq chekinmadi. Ko'zimizdagi yolqin vahima tarafidan o'chirilmayli qolmasdan, aksicha hamrohlarimizning qurbon bo'lishi va qonning g'idiqlishi bilan texmi yolqinjab ketdi. Kumush savut garchi meyib bo'lsa-mu, ammo uning irodasi o'zgarmadi. U o'rkashlab yiqayotgan shiddatli iqinga, taqdirning manbasiga qarab iqinga qarshi ilgirladi. Safarning 4 atrofidan keyin badanimizda o'zgarish bo'lishga boshlaydi. Badanimizning ikki yiqida nuqtadan qizil nur paydo bo'ladi. Bu bizning o'zgacha bo'lgan ko'payish rangimiz bo'lib, rang qancha qizil bo'lsa, iqtidorimiz shuncha kuchli ekanligini bildirdi. Yarim oydan keyin bizning badan shaklimiz butunlay degidek o'zgarib ketdi. Erkak beliqning dumbisi to'mpiyib, lokkaga aylandi. Shuning bilan birga hazm qilish sistemasi babara kichiklab ko'payish bezi jo'sh urib o'sidi. Bu bir qator fiziologiyalik o'zgarishlar faqat oxirgi nishon uchun xizmat qiladi. U bo'lsa-mu ko'payish. Bu chaqda tuxum tug'ish ko'lchikiga yana 100 necha kilometr qolgan bo'lsa-mu, lekin ovchilarning o'tkir tishlari oldi tarafga qatma-qat qirg'inchilik fursati o'rinlashtirgan edi. Oqbosh dengiz burkuti xuddi bo'shliqda esilib turgan ular egizdan sho'ng'ib tushib, bizning charchab ostilab qolgan dumbimizga cho'nqur singib ketdi. Beliq to'pi ichidagi eng kuchli jangchilarmi o'tkir tirnoqlari tarafidan suv yuzidan tortib, jinini elib menish taqdirdan qochib qutula olmaydi. Kishini eng cho'chitadigan tahdid daryo qirg'iqidan kelgan bo'lib, qo'ng'ir iyiq daryo eg'izi bilan jiddiy iqinning halqiliq tog' eg'izida turib olgan edi. Qarmoq kilangsiz ko'ringan g'oyat zo'r aloqinida qo'rqinchli kuch bor bo'lib, har qitim pulanglaganda bir necha jonning o'ti o'chib qoladi. Loy daryo suvi bilan tutib qizil rang aralashib ketgan bo'lib, daryo yaqinida para-para bo'lib ketgan go'sht so'ngaklar chechilib, iyiqning tapini orasidagi yirtilgan o'yinchoq va qo'rsqidagi nazarlik buyumga aylangan edi. Taqdir tarafidan bu yerda turib qolgan tuxum tug'ish ko'lchikiga bora olmagan aka-uka acha-singillarning badani bara-bara ketib qoladi. Oxirida ularning qini va go'shti sesib, ozuqlikqa aylanib, qirg'oqdagi mux va hasharotlarni ozuqlantirib, o'lim orqali yurtining hayotlik aylanishini amalga oshirdi. Aslida tabiat eng jonliq usul bilan eng ta'sirli masalalarni yezib bo'lgan ekan. Ko'chish yo'lida ba'zilar qurbon bo'ldi, lekin hech kim voz kechmadi. Biz boshdan oxir ching turdik. Jismimiz allaqachon totiq bo'lib ketgan bo'lsa-mu, g'oyimiz reallik oldida bara-bara razillashib ketgan bo'lsa-mu, biz yanada tishimizni tishlab qon oqqizib, ochiq kulib mangdik. Axir Eran yopirmiqi yana bir qitim kuz qirovi bilan qizilga bo'yalgan faslda men yeliq tonush ham notunish suv rayoniga qaytib keldim. Suv iqini suzuk bo'lib tegi ko'rinib turadi. Eriq ostidagi shig'illar burunqidek siliq edi. Qirg'oqdagi tuproqning purqi bilan chirgan yopirmoqning jimjit purqi xotiramning cho'nqur qatlamidan bir qeybdan chiqqandek edi. Shu daqiqadagi barliq jafo mushaqqat, barliq xo'rashlarning hammasi shuncha arziydigan bo'lib ketdi. Lekin mening badanim allaqachon oxirgi chekiga yiqilishib qolgan bo'lib, burunqi dengiz okeanlaridagi jasoratim allaqachon xo'rab tugab, faqat qurtqo'ng'izlar yeb tugatgan talla qolgan edi. Lekin shundoq bo'lsa-mu, hayotimning eng cho'nqur qatlamidagi tug'ma qobiliyatim yanada ko'yotadi. Men eng oxirgi qoldiq kuchimni xo'rtib, quyruq paloqchim bilan tunish shig'illar orasidan hayotlik o'qir qo'lab chiqdim. Bu men ko'ngil qo'yib o'rinlashtirgan tuxum tug'ish karveti ko'zni qamashtirishni talab qilmayman. Faqat yetib kelish oldida turgan hayotlikqa muhabbat va bexatarlik tuyg'usiga to'lgan boshlanish nuqtasi berish uchun qo'rsqimdagi uzundan buyon yetildirgan tuxum xuddi marvoyitdek tosh o'nkirga seyrilib tushganda, ro'yimning cho'nqur qatlamidagi eng oxirgi bir ushqunmi shuningga agishib, tinch amon cho'kib ketadi. Bola tug'ilganda meni ko'rolmaydi. Menmi ham tug'ilgan Beljonni ko'rolmayman. Bola bilan onaning pinhon mehr-muhabbati Salmon beliqning hayotining kartinasi. Men tez azgalning yanida mag'dursiz yotdim, eğim tumandek tarqilib ketdi. Mangulik qorong'ulik yetib kelishdan burun kichikkina hayotlik biz topshirgan tuxumdan uyg'onishga boshladi. Ular gumush holda ularni yeb o'sib yetilyotadi. Ularni ozuqlantirganining dal bizning erib ketgan go'shimiz ekanligini bilmaydi. Biz meyib gavdimizni nazar chiroq supis qilib, o'zimizni birinchi qitimliq beqish ziyofati qilib, yangi musofirlarning cho'ng bo'lishini kutamiz. Men bilaman, ular ashu mangulik magnit istirliksiga varislik qiladi. Shundaqla qon tomirining ko'rsatmasi bo'yicha bu mardona ham to'xtamay aylanadigan qaytish yo'liga qadam qo'ydi. Yo'qolish orqali yangi hayotlikni ozuqlantirdi. Chirish orqali umidni ko'tardi. Ko'chish jarayonida uchrashdi. Varislik qilish jarayonida mangu yashaydi. Bu balkim hayotlikning eng go'zal qiyofati bo'lishi mumkin. Bu dal hayotimizdagi eng ahamiyatli ish. Oxirda har biringlarning kindik qini to'kilgan ana tuproqlarga qaytib o'tmishdiki, bolalikdagi asli manglarning hidi qolgan shu ko'chalarda mengib beqishinglarni umid qilaman. Kishilik hayotimizda uyga qaytish safarimizda ko'ngilli sayohat bo'lmasligi mumkin.